Wi-Fi 210 talik do restoranning oldinga chiqqan model, chegaraning salonli. Nimalar qilib berdim bunga? Bularga navigator tablosiga Alisa bemalol голосовой gaplashib turasizlar. Boradigan joyinglar bo'ladimi, soat so'rasizlarmi, pagoda so'rasizlarmi, также полноценный rusifikatsiya bo'ldi. Shtorkalargacha hammasi rus tilida bo'lgan. Kerakli приложениyalar yozib berilgan. YouTube bo'ladi, antiradar hammasi bor. Bemalol ishlatib keturasizlar. Голосовой ham yozib berilgan. Misol uchun 3-chi monitorga ham приложениyalar yozilgan. Hammasi rus tilida. Голосовой ham ishlatib keturasizlar bo'ladi. Shart emas, internet bo'lishi yoki internet yoqib bo'lishi kerak, обязательно yo'q. Knopkani bosinglar. Открой люк. Bemalol ishlatib keturasizlar. Открой шторку. Misol uchun gaplashib turasizlar. Misol tak. Открой окно. Qarasizlar. Голосовой ham ishlayapti. Закрой окно. Bo'lmasa mashina nastroykalarni qilib berdim. Hammasini tushuntirib, ko'rsatib, kerakli narsalarga zapislar qilib, kerakli narsalarni ustanovka qilib, misol uchun пожелание menga shu narsa programma kerak desa, shunaqa ham даже yozib beraman. Programmali kerak bo'lsa дополнительно. Hozir baza yozib qo'ydim. Baza kelmay ishlatadigan narsa, misol uchun YouTube, navigator, ITV, tak kerakli narsalardan Telegram, lokatsiya tashlash mana shu chiqimlarda YouTube har xil versiyalarda yozib qo'ydim. Garantiyasi bilan kerak bo'lsa kelaverasizlar, qilib beraman.